Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Sizlar bilan bugun LMS platformasini qay tartibda ishlatish, undan qanday foydalanish, unda o'sha qanaqa holatlarga kirish, agar qiyinchiliklar bo'ladigan bo'lsa ularni qanday bartaraf qilish bo'yicha kichik video yo'riqnomamizni ko'rib chiqamiz. Mana biz ko'rib turganingizdek lms.tsv.uz platformasiga kirdik, ya'ni LMS platformasiga. Bu platformani barchangiz bilasiz, o'sha Temisdagi login parolimiz bilan bir xil bo'ladi. Ikkalasi sababi integratsiya bo'lgan. O'shaning uchun ham biz o'sha Temisdagi login parolimiz bilan kiramiz. Misol uchun o'sha talaba.tsv.uz o'sha Temis platformamizda logini qanaqa bo'lsa, o'sha ID raqam degan joyiga loginini, parol degan joyiga parolini kiritasiz va mana kirish qismini bossangiz tizimga kiradi. Mana biz tizimga ham kirib oldik. Xo'p, bizda mana ko'rinib turibdi, bu semestrda o'tirishi kerak bo'lgan fanlar mana bizda ko'rinib turibdi. Biz agar o'zbek guruhi bo'lsak, rus tili fanini o'tamiz. Agar rus guruhi bo'lsak, o'zbek tili fanini o'tamiz. Agar ikkalasidan qaysi biri bo'sh turgan bo'lsa, ya'ni pustoy deymiz, o'sha pustoy turgan bo'lsa, demak sizga o'sha fan o'tilmaydi. Mana o'zbek guruhlarga rus tili fani o'tiladi, rus guruhlarga o'zbek tili fani o'tiladi. Shunda mana hamma fanlar deyarli o'tiladi. Mana shu o'zbek va rus tillarini inobatga olgan holda. Biz birinchi navbatda o'sha fan bo'yicha bizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni, video darsliklarni, prezentatsiyalarni, kitoblarni qayerdan olib o'qiymiz va qanday tayyorlanamiz. Mana misol tariqasida sizlarga iqtisodiy nazariyani endi misol tariqasida ko'rsatib beraman. Mana biz shu joyda qo'shimcha qilib ketaylik. Mana bu topshiriqlar degan joyda bizga topshiriq kelmaydi LMSda. Shu narsani esingizdan chiqarmang. Bizda LMSda topshiriqlar kelmaydi. Bizda faqat topshiriqlar Temis orqali keladi. Temis orqali kelgan topshiriqlarni biz o'sha bajarib, o'sha deadline, ya'ni muddatida bajarib o'qituvchiga yuboramiz. Biz bundan faqat o'sha mana bu resurslardan foydalanamiz va mana bu yerda ma'ruza patuk degan qismidagi o'sha onlayn darslarni o'tish jarayonida foydalanamiz. Mana resurslar qismiga kirdim va bu yerda mana o'qituvchi tomonidan 13 ta mavzu kiritilgan. 13 ta mavzu. Biz endi mana birinchisini misol tariqasida ko'radigan bo'lsak, o'sha mana birinchi mavzu milliy iqtisodiyot va uning makroiqtisodiy o'lchamlari. Mavzuni ochdik, mana resursni bosdik. Mana bu yerda mana professor o'quvchi tomonidan joylashtirilgan video darslik turibdi, ko'rdingiz. Biz mana buni ko'rish imkoniyatimiz bor. Mana playni bossak. Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bizlar iqtisodiyotni video darslikni ko'rish imkoniyatimiz bor va mana birinchi mavzu degan joyda mana bulutchan rasm bor. Oblaka deymiz, o'sha bulutchan rasmini shunday bossak, bizga mana yuklashni chiqazadi va mana bu taqdimotni biz ochib o'qisak bo'ladi. Mana birinchi mavzu bo'yicha taqdimot. Mana shu tartibda mana hamma narsasi yuklangan. Biz mana shu taqdimotdan o'qib o'rgansak bo'ladi. Mana birinchi videoni ko'ramiz, mavzu haqida tushuncha hosil qilamiz va mana shu yerdan o'sha taqdimotni yuklab, o'sha prezentatsiyani yuklab, prezentatsiyani ham ochib o'qib o'rganamiz. Xo'p, endi bizga yana nima kerak bo'ladi? Eng asosiy narsalardan biri. Xo'p, mana biz o'quv reja degan qismiga bosamiz. Imtihonlar, imtihon natijasi degan narsalar bizga keragi yo'q. Buning ichida biz foydalanmaymiz. Mana shaxsiy ma'lumot degan joydan o'zingizning ma'lumotingizni bilib olsangiz bo'ladi. Xo'p, tizim, endi profilligi bu uncha shart emas. Mana ma'ruza patok degan joyiga bosamiz. O'sha
onlayn darslarda faqat, hurmatli talabalar, onlayn darslarda ma'ruza potok degan qismini bosamiz. Misol tariqasida biz mana bu yerda amaliy matematika 2, ingliz tili, hop mana bu 107 yoki 301 degan narsalarni biz o'qituvchilarga tayinlab aytib chiqdik. Ular o'zlari o'sha keyingi onlayn darslarda bu narsani, o'sha bu kamchilikni bartaraf etishadi va o'zlarini fanlarini nomini yozib qo'yishadi. Mana endi biz o'sha onlayn darsimiz dars jadvali asosida boshlandi deylik. Misol uchun amaliy matematika fanida biz mana bu yerda o'sha tekshirish degan joyidan shuni bossak, mana video dars hali boshlanmagan degan, boshlanmagan, o'qituvchiga murojaat qiling degan yozuv chiqsa, demak bilingki siz mana shu kirmoqchi bo'lgan darsxona hali o'qituvchi tomonidan faollashtirilmagan. O'shani agar dekanat xodimlariga yoki guruhingiz sardoriga, ya'ni starslarga aytsangiz, ular o'qituvchiga aytishadi va o'qituvchi kirib o'sha darsxonani faollashtiradi va darsni o'tadi. Hurmatli talabalar, mana shu joyiga juda e'tiborli bo'lasiz. Keyin anu bloklanish degan narsalar o'sha hammada bartaraf bo'lgan, hammaga o'sha onlayn chatimizda ham hammani ko'rib chiqdik. Kimda qanaqa muammosi borligini, ana shunaqa narsalar chiqadi. Qolgan paytlarda sizlardan iltimos bo'ladiki, internet tezligingiz yaxshi bo'lishi talab etiladi. Internet tezligingiz agar yaxshi bo'lmaydigan bo'lsa yoki sizga qandaydir o'sha uzoqroq hududda tursangiz yoki mana misol uchun men Wi-Fi dan foydalanaman deydigan o'sha talabalarimiz ham bor. Wi-Fi dan foydalanadi degani bu yaxshi internet, o'sha internet tezligi yaxshi degani emas. Agar imkoni bo'lsa, mana bu narsani qoldiraman, mana fast.com. Ko'rib turibsiz tepada fast.com. Tezligingizni o'lchab olsangiz bo'ladi. Mana men o'sha o'zim tezligimni o'lchab ko'ryapman. Hozir menga o'sha internet tezligimni chiqarib ko'rsatib beradi. Hurmatli talabalar, mana 91 megabayt sekund, o'sha megabit sekund. Bu degani, bu yaxshi tezlik degani. Sizlardan iltimos bo'ladiki, 50 megabit sekunddan past bo'ladigan internetda platformalarda ozgina uzilishlar yoki qanaqadir qotishlar yoki siz tizimga kira olmaslik imkoniyati bo'ladi. Sababi mana megabayt demayapman. Tushunib olishingizni so'rardim. Megabit, mana bu narsa. Megabit sekund. Mana menda 92 megabit sekundda ishlab turibdi internet tezligi. Siz ham o'zingizni o'sha internet tezligingizni sinab ko'rasiz. O'sha orqali bilib olsangiz bo'ladi. O'sha mana shu tizimdan agar kira olmasangiz, qanaqadir muammolar, to'xtalishlar bo'ladigan bo'lsa, mana shu ko'rsatilgan fast.comga shundoq kiringda, internet tezligingizni tekshirib ko'ring, ishonch hosil qiling, yaxshi ishlayotganiga. O'shandan keyin agar qanaqadir yana muammo bo'lsa, dekanat xodimlariga yoki LMS talabalar muammolari degan guruhga yozsangiz, bu narsalar ham barchasi ko'rib chiqiladi. Keyingi qismi esa mana biz shu talabani oldik. Mana Hemis, talaba.testui.uz. Keyin bitta qo'shimcha ravishda aytib ketishim kerak. Hurmatli talabalar, biz Telegram orqali yuborgan o'sha linkni ustiga bosib emas yoki o'sha kursdoshlaringiz sizga yuborgan linkni ustiga bosishingiz kerak emas. Sababiki Telegramdan mana bu tizimlarga kirishda qanaqadir cheklovlar bor. O'shaning uchun ham siz mana bu talaba.testui.uz degan domenni Google Chrome o'sha platformasiga yozasiz. Mana talaba.testui.uz deb yozasiz yoki mana bu lms.testui.uz deb domenni kiritasiz. O'shanda siz to'g'ri kirib borasiz. Agar Telegramdan kelgan o'sha lms.testui.uz ustiga bossangiz yoki talaba.testui.uz o'shani linkini ustiga bossangiz, Telegramdan kirishi juda ham qiyinlashadi. Shu joyiga e'tiborli bo'lishingiz so'raladi. Mana bu yerdan ham kirdik. Xo'p, biz endi yangi parol qo'yib olamiz.
Sababiki bu yerda nima sababdan yangi parol qo'yiladi? Parol tiklanadi. Tiklangandan keyin siz profilingizga kirganingizda albatta yangi parol qo'yishingiz shart. Agar qo'ymasdan chiqib ketsangiz yoki umuman o'shani o'zini qo'yib qo'ysangiz qabul qilmaydi va keyingi safar kirmoqchi bo'lganingizda sizni o'sha kiritmaydi. Mana sizning parolingiz xavfsizlik talablariga mos emas. Iltimos parolingizni o'zgartiring degan mana havola turibdi. O'shaning uchun ham biz mana bu yerda yangi parol mana bu galchkani qo'ysak, parol qo'yish imkoniyati bo'ladi va mana biz yangi parol qo'yib oldik. Va o'zgartirish degan tugmani bosdik. O'zgartirish tugmasini bosdik. Endi biz nima qilamiz? O'zgartirish tugmasini bosgandan keyin mana asosiy oyna Hemni Studentingizni bosib olamiz. Mana bizda asosiy oyna ko'rinishida chiqib keldi. Asosiy oyna ko'rinishida kelib chiqqanda mana o'quv reja turibdi, dars jadvali, nazorat jadvali. Bu narsalar sizga keragi yo'q. Dars jadvali sizda bu yerda ko'rinmaydi yoki nazorat jadvallari ham bu yerda ko'rinmaydi. Fan tanlovi degan narsalar ham sizda ko'rinmaydi. Sizga eng kerakli narsa mana o'zlashtirish va fan resurslari degan qismi kerak bo'ladi. Mana biz fan resurslariga kiramiz. Mana shu semestrda qaysi fanni o'tamiz biz? Mana amaliy matematika, falsafa, xorijiy til, iqtisodiy nazariya, akademik ko'nikmalar, dinshunoslik hamda rus tili fanini o'tamiz. Mana o'tgan semestrda ba'zi talabalarda shunaqa narsa bo'ldi. Menda o'sha tanlov fan deb tushunibman, majburiy fan deb tushunibman deyilgan narsa mana shu yerda bitta oydinlik kiritib ketamiz. Majburiymi yoki mana rus tili tanlovmi farqi yo'q. Sizni profilingizda nechta fan chiqib turgan bo'lsa, barchasini o'qishga majbursiz. Sababi biz mana bu narsani rus tilini nima sababdan tanlov qilganmiz? Sababiki agar biz rus tilini majburiy yoki o'zbek tilini majburiy qiladigan bo'lsak, o'zbek tili ham, rus tili ham bitta odamda chiqib qolaveradi. O'sha sababdan mana boya aytib o'tdim, boshida rus guruhlariga o'zbek tilidan dars o'tiladi, o'zbek guruhlariga rus tilidan. Biz o'shani ularga temizda biriktirishimiz uchun tanlov deb qilib olishimiz shart. Bu sizga bog'liq narsa emas. Shu sababli sizni ekraningizda mana shu fan resurslari degan qismingizda nechta fan chiqib turgan bo'lsa, barchasini o'qishga majbursiz, hurmatli talabalar. Xo'p, mana bu yerda mana topshiriqlar ko'rib turibsiz. Hali hammasi 0 turibdi topshiriqlar. Mana resurslar degan joyda mana hammasining resurslari bor. Resurslar agar kerak bo'ladigan bo'lsa. Xo'p. Topshiriqlar chiqqan paytida buni barchangiz juda yaxshi bilasiz. Mana bu yerda sizga topshiriq chiqib keladi va uni o'sha nima deydi? Mana birinchi semestr, eski semestr misolida ko'rsak, mana iqtisodiy ta'limotlar tarixidan mana birinchi topshiriq o'sha mana bu 31 dekabr 23:55 gacha berilgan urinish soni 1 tuta, ajratilgan vaqt 10 daqiqa, test ko'rinishida ekan. Xo'p, mana topshiriq, mana bunisi mana 15-yanvar 23:55 15 ballik hamma narsasi sizda ko'rinib turadi. Xo'p, keyingisi mana siz o'zingizni o'sha yakuniy nazoratdan eski ballaringizni bilmoqchi bo'lsangiz, mana birinchi semestrda ustiga bosib, plyusni bossangiz chiqib keladi. Mana bu yerda biz joriy nazorat degan joyiga hech narsani 0 turaveradi. Unga e'tibor qaratmaysiz. Bizda sababi joriy nazorat yo'q. Bizda faqat oraliq nazorat bor hamda yakuniy nazorat bor. Mana oraliq nazoratdan necha ball olgansiz, yakuniy nazoratdan necha ball olgansiz. O'shandan o'zingizni o'zlashtirish ko'rsatkichingizni bilib olsangiz bo'ladi. Keyin mana ma'lumotlar degan qismi bor. Sizga agar ma'lumotnoma kerak bo'lsa, mana shunga bosasiz va ma'lumotnoma olish degan mana qismi turibdi. Ana o'shani ustiga bossangiz, mana haqiqatan ham ma'lumotnoma olasizmi deb chiqyapti. OK'ni bosdim va mana menga ma'lumotnoma chiqib keldi. Keyin mana bu yerdan yuklab olish imkoniyati bor. Bu ma'lumotnoma mana QR kodi bor. Bu ma'lumotnoma hamma joyga o'tadi. Barcha joylarga, barcha o'sha tashkilotlarga o'tadi.
Keyin sizlardan bitta iltimos bo'ladi. Mana bu yerda mana profilni yonida qo'ng'iroqchani rasmi bor. Mana bu yigitimizga 40 ta SMS kelgan. Bizda SMS mana 40 ta SMS kelgan. Mana 40 ta SMS ochib o'qilmagan birortasi. O'sha sababli siz hammasini mana shu yerda to qo'ng'iroqchada o'sha sariq bilan yozilgan narsa chiqib qolmasligi uchun barchasini o'qib turishingiz kerak. Sababi bu yerda sizga borgan ma'lumot, mana bu yerda sizga borgan ma'lumot rasmiy hisoblanadi. Chunki tizim orqali borgan sizga. Xo'p, bizda qisqacha mana shular edi, hurmatli talabalar. Yana hali sizlarga o'sha qiziqtiradigan yaxshi kontentlar, ya'ni mana shunaqa video kontentlar qilishga harakat qilamiz. Barchangizga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Mana ikkita tizim ham qisqacha tushuntirib berildi. Agar kimdadir yana qanaqadir savollari bo'lsa, bilasiz, barchamizni o'sha Telegram raqamlarimizni yoki telefon nomerimizni o'sha dekanatga murojaat qilsangiz, biz o'sha qo'limizdan kelguncha barchasini tushuntirib berishga tayyormiz. Rahmat, hurmatli talabalar.